Diqqat, ogoh bo'ling. Issiq nonni sevib iste'mol qiladiganlar albatta ushbu videorolikni oxirigacha tomosha qiling. Chunki bu holat aynan hozir sizda sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Iltimos, ushbu muhim ma'lumotlarni boshqalar ham xabardor bo'lishi uchun video ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Issiq nonni umuman qora paketga solmang, chunki paketlar chiqindilarni qayta ishlash orqali tayyorlanadi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz, chiqindilarni qayta ishlash orqali tayyorlanadi. Issiq non ta'sirida paket o'zidan zararli moddalarni chiqarishi mumkin. Ya'ni o'zi issiqlikni chiqarib, paketni eritgan holda uni ma'lum bir miqdorda zararli moddalarni chiqarishi mumkin. Ushbu xabarni yaqinlaringizga ham tezda yuborib qo'ying. Hurmatli tomoshabinlar, videoroliklarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, erinmasdan like va obuna bo'lish tugmachalarini ham bosib qo'yishni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha